Bizning tajribamizda 3000 dan ortiq bemor kecha aytdim. Endoskopik operatsiya qildik. Bemorlarning 90-95% operatsiyaga keladi, operatsiya bo'ladi. Ertasi kuniga javob beradi. Siz nimaga sudda qilyapsiz hozir? Qanchadan beri og'riydi? Og'riydi, tish oldiradi. Tish og'riyotgan, ishlab turgan bo'ldi. oldirib, qoplatib, Yana oldiradi, yana shaqalandi, endi mana hozir ta'limda 3 oydan beri baxshi og'riydi. og'riq qanday og'riyapti? Shu tibbiy irg'ayapman-da. To'kilib, sanchib ketyapti. Aynan sanchib. Sizlar qayerdansizlar? Atotda. Mana bunday kallam bilan ko'zimni umuman ochib bo'lmaydigan bo'ldi. Pichoq sayyapti ko'zimga deb. Hozir nima qilyapsiz? Hozirmi? O'sha karbamazin, keyin og'riq qoldiradiganlar qilishadi. Foydasi qanchalik bo'lganda og'riq qoldirgani qilishadi, keyin pristupni qoldirish uchun chidamaganimda. Qanchalik foyda qilyapti shu dori? O'sha dori 3 soatga boradi. Masalan, mana sahar bo'ladi, doim sahar bo'ladi. Og'riq qolmaydi, shunday sal pastlaydi. To'rda boshlanadi, sahar to'rda boshlanadi. O'sha karbamazillarni ichib tayyorlanib tursam ham baribir o'sha paytda pristup bo'ladi. Iloji yo'q, ukol qilishadi, boshqa qilishadi. Endi sal pastlaydi. Mana hozir u yuzimda mana sanchadi. Bu ko'zimga mana pichoq sanchib turadi. Doim aytdim mana manetlarimga pichoq sanchib turadi. Ikki xil variant bor. Sizga tushuntiradi. Mana bu birinchisi. Qiziq, nerv. Ochiq usuldagi operatsiyada terini kesamiz, muskullarni kesamiz. Mana bu ko'zlarni yetib borish uchun mana shu yerga to'g'ri olib tashlanib, embrion olinadi. Shuning uchun 3 oy o'tirmaysiz, oqtoygacha jismoniy mehnat qilmas degan sababi shu. Endi endoskopda hozir O'zbekistonda 3 xil turi bor. Birinchisi terini 1 santimetrni ikkita teshadi, bittasi kameraga tushadi, bittasi instrumentga tushadi. 수행 쇼로야지. 알았어. 도와주기. 알았어. 하나 돼. Xolis. 양식하는 수행이 유튜브에서 진짜 어떤 수행이 거가 같아요. 수행 중 전체를 뭘 같이